3 xona 64 ming dollar. Kvadratiga maza qilasizlar. 97 kvadrat metr, 3 xonali, uy skvozniy planirovka, kirib yashashga tayyor. 7 qavatli g'ishli uyimizning 2-qavati. Holati yaxshi, ba'zi bir jihozlar qoladi, faqat naqdga sotiladi. Manzil keladigan bo'lsa, Sergeli yangi hayot territoriyani bu yog'iga o'tiladi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, Karzinkani glavniy qiladi. Ko'pchilik bu Surum mahallada biladi. Bunaqa planirovkani aslida sentrda ko'rardim. Yakkasaroy Mirzo Ulug'bekda. Chunki katta, kiraverishi o'zi hol katta. Xullas 3 xona 97 kvadrat metr bo'lyapti. Uyimizni taxminiy planini ko'rdinglar va kiraverishda mana bu yerda chap qo'lda kuxnya bo'lyapti. Skvoznoy planirovka, двухконтурный котел. Uyimizda faqat stiralka bilan xolodilnik chiqib ketar ekan. Qolgan narsalar qolar ekan. Bu mana kattalar yotoqxonasi. Ichkarida o'zi sanuzelga joy qilingan ekan. Bular просто garderobni qilib qo'yishgan ekan. Xohlasanglar spalnining ichida ham bitta sanuzel qilishga sharoit bor. Narsalar tashab ketilgan. Bu yerda razdelniy sanuzel alohida. Ko'rishimiz mumkin, holati yaxshi. Etaji ham yaxshi va bu yerda mana yana bitta xonasini ko'rishingiz mumkin. Mehmonxonaga kiramiz. Gilam, pardalari o'zini joyida qolyapti. Самый главный uyimiz yo'lning yuzida joylashgan. Xullas holati yaxshi, narxiga juda ham zo'r. 3 xona bunaqa narxga men ko'rmaganman ochig'i. 3 xona 97 kvadrat metr naqdga sotiladi. Narxi 64 ming dollar. Bizani kuzatinglar, sizlar bilan uncha bolalar.